Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Artyom Minecraft bola. Mani yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoyimizda oddiygina videolardan bo'lmaydi. Men bugungi videoda to'rtta golemga bittagina temir qilich bilan hujum qilaman va ularni o'ldirishga harakat qilaman. Sizlar bo'lsa videoni shundoq ko'rib turib, shundoq pastga tushib, obuna bosib, like bosib qo'yinglar. Iltimos, bu men uchun juda ham muhim. Qani bo'lmasam ketdi. Biz 19-versiyadaligimizni hisobga olsak, qursak ular bizga hujum qilmaydi. Tak, ishqilib golemlarning tuxumi bormi 19-versiyada? Tak. Bor ekan. Temir qilichni olamiz, bolalar. 1 2, 3 va 4. Mayli 5 ta qilib qo'yaylik. Endi toq bo'lib qolsin. Vijivaniyaga o'tamiz, hujum qilamiz, jang qilamiz. 4 ta golemga qarshi o'rtoqlar, bu unchalik ham oson emas. Tak, что ketdi. Onasini o'lsin. Yo'q. Oh my god. Birinchi golemni o'zidayoq o'lib ketdi. Nezerit qilichga o'zgartiraman. Mayli. Video unchalik ham oson bo'lmas ekan, shunga Nezerit qilich oldim. Tak, golemlarni o'ldirish shunda osonroq bo'lish kerak, to'g'rimi? Men o'ylashim bo'yicha qiyinroq bo'ladi. Mana shundan boshlaylik, chunki buni jon ancha ketdi. To'xtam. Oh my god, o'rtoqlar. Yo'q, qoch. Jonim ozgina to'lib olsin. Oppo. Onalarni emib tashlasin. Blat. Yo, bo'ldi. Bu golemlar meni asabimni chiqardi. Men qo'lda yo'yaman, qo'lda. Va bir zarbada yo'yilib ketaman hozir. Qoch. Nezerit qilichimni olay, hatchaba. Qancha shu qilichimni olay, iltimos. Opa. O'sish bor o'rtoqlar. Men qochyapman. 2 ta golem. Qarol. 2 ta golem qo'layapti meni. 1-2. Bekor qildim yosh boshimga shuncha muammo orttirib. Blyat. Hozir boraman-da, hammasini yo'yaman hozir. Men asabimni chiqardinglar sizlar. Chechaq. Onasini o'lsin. Buni ancha joni ketdi. Bo'ldi bola. Shuncha temir uyumi bor bizda, lekin men jonim 3 tagina. O'ta qo'y bor ekan. Men ovqat ko'ryapman. Ber menga ovqat, men yey. Hamma ham shu ovqat. Yuradigan steak aniqlandi, olindi. Jonim da bo'ldi. Tak. Hozir yomon bo'ladi. Men bularga qo'ymoqchi edim. Balet. Rosta balet bola. Bu videoda necha marta o'lganimni menga farqi yo'q. Eng muhimi men bularni yo'yishim kerak. Eng muhimi bola, menda ideya bor. Demak, bu ideyani amalga oshirish qoldi xolos. Tak. Shu o'rtoqlar, men tak. Уже все o'rtoqlar. Men bu 5 ta golemni qanday yengishni tushundim. Ha. Bolajon, bola paqir, 3 ta blok masalang hal. Yo'qol. Men slaymlar vashi jonga tegadi. 3 ta blok olamiz-da, qolganlarning ham masalasini, hayotini hal qilishga ketdi o'rtoqlar. Bu video unchalik ham oson bo'lmadi, to'g'risini aytsam. Tak, tepaga qurib chiqamiz edi. Galemjon, kechir, bu videoga marka uchun juda ham kerak. Afsuslar bo'lsin, sizga galemlar gapirishib bilmaydi, gullashanga kerak emas. Bloklarni esa sindirib olamiz, chunki qolganlarni o'ldirishda menga kerak bo'ladi. 4 ta golem, 5 ta golem albatta. Nezerit
neziritiv qilishda bo'lsa ham yengish qiyin bo'ldi. Menga oltin olmalar kerak edi, shunga ham men g'irromlik qilishga majburman. Bitta qolganda o'shani o'zim yo'yaman. To'la. Qani qolganlari? Hammasi yoyilib ketdi. Iblat. Hali yana bitta bor ekan. Shu bittasini bo'lsa ham men mashina qilib yo'yaman borki. Uraman, qochaman. Onasini hamsin bilyat. Qilichim qani meni? Qilichim. Onasini. Opa o'rtoqlar. Bittada onangni senlar qatta trenirovka qilgansanlar. Buvini ko'rsaman men xo'salaga. Opa. Qatta trenirovka qilganingni mana bu yerda trenirovka qilay. Senlardan kuchliroq bo'lay. Onangni seni iplos. Yo'q. Ay. O'rtoqlar, men tan olaman 5 ta galimga bir o'zim chiqa olmas ekanman. Tan olaman, yutqazdim. Yo, lekin sen baribir oxirida bo'lsa ham ketasan. Iflos. Ikkita kuchli zarba berdim. Mana shu zarbadan olib ketaman. Bilyat o'rtoqlar, necha marta o'lishi mumkin bular? Yo, men tan oldim. Galimlar 5 ta galimga qarshi chiqish unchalik ham oson emas ekan. Tak, keyingi videoda mencha sehrlangan narsalar bilan nimadir qilaman deb o'rtoqlar. Yo'qollaring masalaga kimman? Masalaga otayman. Bolajonim, men seni otayman, yo'qol. Menam yo'qol. Do'stlar, 5 ta temir galemlarga qarshi 5 qopchiq temirlarga qarshi jang qilish men o'ylaganimchalik unchalik ham oson emas ekan. Men tan olaman, yutqazdim. To'g'ri, hammasi ketdi, lekin necha marta o'lganimni hisoblaylar o'rtoqlar. Necha marta o'lib ketdimmi? What the fuck? Как что, obuna bo'linglar. Iltimos, keyingi videolar bundan-da qiziqarliroq bo'ladi. Yo, sizlar bilan xayrlashadigan vaqt keldi do'stlar. Ismimni ko'rib olinglar, Artyom Minecraft. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Xayr, короче,